Yusha ibn Nunga alayhissalomga vahiy qildi. Alloh taolo Yusha alayhissalomga vahiy qilib aytayaptiki, albatta men sening 40 mingta yaxshi ummatingni o'z ixtiyori bilan xaloq qiluvchiman va yomon ummatingdan ham 60 mingtani deb Alloh taolo aytdi. Yusha alayhissalom o'shanda javoban aytdilarki, yo Robbim, yomonlarni jazolashing mumkin. Yaxshilarga nima uchun jazo berasan deb so'radi. Shunda Alloh taolo javoban aytdiki, ular mening g'azabim keladigan ishlardan g'azablanmaydi. G'azablanmadi. O'shalar bilan birga yeyishdi va ichishdi deb Alloh taolo javob berdi. Ya'ni demak Yusha alayhissalomga Alloh taolo vahiy qilib yubordilarki, sening ummatingdan demak 60 mingta gunoh qiladiganlarni xaloq qilguvchiman va yomon ummatlaringdan ham 60 mingtani xuddi shunday xaloq qilguvchiman deb Alloh taolo aytdi. Shunda Yusha alayhissalom bu masalaning bu nimasini javobini bilishlik, sirini bilishligini xohladi. Alloh taolodan so'radi. Ya Robbim, nima uchun xo'p yomonlarni sen xaloq qilar ekansan? U to'g'ri-yu, lekin nima uchun sen ummatlarimning ichida yaxshilarni xaloq qilguvchi qilasan deb turib Alloh taolodan so'raganda, Alloh taolo javoban aytdiki, chunki men ular mening g'azabim keladigan ishlardan g'azablanmadi. O'shalar bilan birga yeyishdi va ichishdi. Ya'ni Alloh taoloning g'azabi keladigan narsalardan u kishilar solih, yaxshi amalda yurishgan bilan, lekin Alloh taolo g'azabi keladigan ishlarni qiladigan insonlar bilan birga yurishdi. Ular bilan birga yeyishdi, ichishdi. O'sha sababli nima bo'ldi? Ularni ham demak nima qildi? Birga ular 60 ta gunoh qiladiganlar bilan birgalikda demak Alloh taolo o'zini azobiga giriftor qildi. Ya'ni birodarlar, bugungi demak o'sha Yusha alayhissalomga tushgan oyat va siz bilan bizgacha yetib kelgan xabarlardan shuni bilar ekanmizki, inson yaxshi amallarni qilmasin, qanchalar yaxshi amallar qilmasin, lekin u insonni o'zi ham demak o'zi yaxshi ibodatda bo'lib, lekin uni birga yuradigan insonlar, do'stlari, demak ma'siyatda yuradigan odamlar bilan birga yursa, aysh ishrat o'zi qilmasa ham, lekin o'sha aysh ishrat bilan yuradigan insonlar bilan birga yuradigan bo'lsa, demak u ham demak o'shalar qatoriga kirib qolar ekan. Yo ular bilan yurishdan maqsad nima? Ular bilan yurishdan maqsad nima? Bu bitta solih insonning maqsadi bitta bo'lishi kerak. To'g'ri yo'lga solish. Agar undan tashqari holatda birga do'st bo'laman, birodar bo'laman deb yonida ma'siyat, gunoh ish qilib yuradigan insonlar bilan birga vaqtni o'tkazish uchun yuradigan bo'lsa, Alloh saqlasin, ularga qo'shilib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo nima dedi? Ummatingdan Yusha alayhissalomga yomon ish qiladiganlarni 60 tasini halok qilguvchiman va yaxshi ish qiladiganlarni ham xuddi shunday 60 mingtasini demak halok qilguvchiman dedi. Bundan nima bilar ekanmiz? Bundan bilar ekanmizki, buni sababi shunday ekanki, u yaxshi ish qiladigan insonlar ham xo'p yaxshi ish qilar ekan, lekin ularni o'zi yomon ish qiladigan ma'siyatda yuradigan insonlar bilan birga yeyishadi, birga ichishadi, birga yurishadi. Shu sababdan nima bo'lar ekan? Ularni hukmi yomon ish qiladiganlar bilan birga bo'lib ketar ekan. Shuning uchun birodarlar, yon atrofimizga yaxshi insonlarni to'plashligimiz kerak. Yaxshi insonlar orasida bo'lmay qolsak, Alloh zikridan uzoqda bo'ladigan insonlar orasida bo'ladigan bo'lsak, ularga qo'shiladigan bo'lsak ham maqsadimiz bitta bo'lishi kerak. Ularni to'g'ri yo'lga solamiz. Shu maqsadda qo'shilamiz. Undan tashqari holatda qo'shilmaymiz, ular bilan birga yurmaymiz deyishlik kerak ekan inshaalloh. Subhanallohi va hamdihi va subhanakallohumma bihamdika va nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tutoqlar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Allohim. O'zing mana shu suhbatni, ilmiy suhbatlar qatoridan qilgan. Gunohlarimizni Allohim o'ziga kechirgin. Xufton namozimizni ham Allohim o'zing muslim qabul qilgin. Gunohlarimizni Allohim o'zing afv etgin. Bilmay qilgan gunohlarimizni Allohim o'zing kechirgin. Kasbkorlarimizga Allohim o'zing barakat qilgin. Gunohlarimizni o'zing kechirib, ilmlarimizni Allohim o'zing ziyoda qilgin. Kidiyam baxtiga soatiga Allohim o'zing bizlarni yetkazgin. Jannatda Allohim eng afzal Firdavs jannatida barchalarimizni jamlagin. Dunyoda bizlarni birga do'st qilganing kabi oxiratda ham Allohim o'zing bizlarni do'st qilgin. Birimizni doimo haqqa chaqiruvchilardan qilgin Allohim. Gunoh ma'siyatlarni ko'rganda birimizni qaytaruvchilardan qilgin Allohim. Qalbimizni yomon ko'ruvchilardan qilgin va ular bilan birga bo'lib turib gunoh ma'siyatni gunohligini bilmay o'tib ketishgan Allohim o'zing bizlarni saqlagin. Albatta sen rahimli, mehribon va karamli zotsan. O'zing bizlarning gunohlarimizni kechirgin. Karamingga o'zing bizlarni olgin. Gunohlarimizni Allohim yaxshiliklarga almashtirib bergin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى عليه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. السلام عليكم ورحمة الله. من كبتاجي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولقد المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, albatta asr vaqtiga qasamki, albatta inson ziyondadir, faqatgina iymon keltirganlar va yaxshi amal qilganlar va bir-birini sabrga va yaxshilikka chaqirganlar, haqqa chaqirgan va sabrga chaqirganlar bundan mustasno degan. Inshaalloh biz bir-birimizni haqqa chaqirsak doim va sabrga chaqirsak va iymon keltirib yaxshi amal qilsak, Alloh taolo istisno qilgan mo'minlardan bo'lamiz inshaalloh. Bugun mazhab haqida gaplashsak, nimaga aynan bu mazhab? Chunki bilamiz islom dini oson dini, to'g'ri? Har bitta o'zi Alloh taolo borligiga dalolat qiladigan 3 ta katta narsa bor, mana bilamiz. Alloh taolo borligimizni qayerdan bilamiz? Qayerdan bilamiz? 3 ta asosiy eng katta narsalar bor. Birinchisi vahiy, Qur'oni Karim va Rasululloh alayhisalom. Rasululloh alayhisalom va Qur'oni Karim Alloh taolo borligiga katta anaqa dalil. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi barcha ko'rib turgan narsamiz, ya'ni osmon borligi, quyoshlar borligi, yulduz borligi, yer yuzini, osmonlar yer yaratilishi. Alloh taolo aytganki, siz bilan inna fi xalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin lil ulil albab degan. Albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning almashishida aql ishlatuvchilarga belgilar bor. Uchinchisi nima? Alloh taolo borligi eng katta dalil. Uchinchisi nima? Qaranglar. Aslida Qur'oni Karim dalilligimiz to'g'rimi? Qur'oni Karim asli dalilligi bu ijoz tufayli yoki bo'lmasa hech kim yoza olmaganligi uchun yoki kuchli bo'lgani uchun emas aslida. Nimaga? Chunki Qur'oni Karim arabcha diliga, bitta arab tilini bilmagan odamga Qur'oni Karim bilan arabcha she'rni bilsangiz farqiga bormaydi. To'g'rimi? Demak, gap Qur'oni Karimni arab tilida zo'r yozilganligi ham eng katta dalil emas bizga. Quyosh va yer deymiz, osmonlar va yer deymiz. To'g'ri, lekin yaxshi fizika ulamalari bor. Quyosh va yerni yaxshi o'rgangan, fizikani yaxshi bilishadi. Lekin ular ham musulmon emas. Aslida eng buyuk dalil, eng katta dalil Alloh taolo borligiga bu nima? Ichimizdagi qalbimiz, sof fitratimiz. İçimiz doim bittalikka, vahdoniyatga, Alloh Robbiga intiladi, tushunarli-ya? Alloh taolo aytganimizga hukmlar hammasi qalbimizga to'g'ri keladi. Odam o'ldirma deydi, biz rostdan to'g'riligini bilamiz, odam o'ldirmasa. Zino qilma deydi, o'g'irlik qilma deydi, aroq ichma deydi, biz qalbimizda, ya'ni Alloh bizga nozil qilgan vahiy ichimizdagi bor sof fitratga to'g'ri kelganligi uchun biz uni anaqa tan olganmiz, tushunarli-ya? Qalbimizga o'zi sof fitratimiz tan olmagan buni, tushunarli-ya? O'shanga bu biz islom dini shunaqa buyuklik hamma o'z ichiga oladi. Nimaga? Chunki qalbimizdagi sof fitratimizga to'g'ri keladi bu narsa. Oson din bo'lganligi uchun. O'sha qalbimizdagi Alloh taolo bizni yaratganligini, o'sha fitrat eng katta Alloh taolo borligiga eng katta dalil. Xo'p. Mazhab nima? Mazhab endi qarang. Robbimizni tanidik. Endi Robbimizning hukmlarini o'rganmoqchimiz. Qanaqa o'rganamiz? Qur'on va sunnatdan, to'g'ri? Qur'on va sunnatdan. Aslida biz Qur'on va sunnatga ergashishimiz kerak. Faqatgina ba'zi masalalar bor. O'sha masalalarda biz Qur'on va sunnatdan dalil yoki Qur'on va sunnatdan savollarimizni javob topa olmasak, keyin mazhabga yuzlanamiz. Mazhab bizga qachon kerak? Ketdimi? 3 ta holatda mazhab kerak. Men buni gaplashmaganmizlar mana, menimcha. Mazhabga gaplashmaganmiz, bo'ldi. Qarang. Zino harommi, halolmi? Zino. Qaysi mazhabda harom? Ya'ni zino haromligi uchun bizga mazhab kerak emas, to'g'ri. Shirk keltirishlik harommi, halolmi? Halolmi? Alloh shirk keltirishlik harom. Qaysi mazhabda harom? Hamma mazhabda harom, tushunarli-ya? Bunga bizga mazhab kerak emas. O'g'irlik haromligi, zino haromligi, aroq ichishlik haromligi, cho'chqa yemaslik haromligi bunga to'ppa-to'g'ri misol salafiylar aytadiki, bizga mazhabga ergashishga Qur'on va sunnatga ergashamiz. Biz ham Qur'on va sunnatga ergashamiz. Bu masalada bizga mazhab kerak emas. Bizga qachon mazhab kerak? Birinchisi qachonki masala Qur'onda yo'q. Mana.
Zamonaviy masalalar, kriptovalyuta, Bitcoin, Qur'on sunnat nima degan? Joizmi, joiz emasmi? Endi nima mazhab kerak? Tushunarli? Nima? Chunki ochiq oydin kelmagan. Zamonaviy masalalar, samolyotda namoz o'qishlik, zamonaviy masalalar, abort qilishlik. Zamonaviy masalalar, ya'ni u davrda bo'lmagan masalalar. Endi bunda biz nima qilamiz? Mazhab nima? Mazhab bizga Qur'on va sunnatdan qoidalar ishlab chiqaradi. O'sha qoidalarga asoslanib biz hukm chiqaramiz. Buni hozir gaplashamiz. Ikkinchisi, Qur'on va sunnatda deylik masalalar javobi bor, lekin bir necha ma'noga dalolat qiladi. Ya'ni ma'nolar har xil. Turli ma'nolarga ega. Misol uchun Rasululloh alayhisalom Bani Qurayza g'azotida aytganki, hech kim namozni Bani Qurayzadan boshqa joyda o'qimasin degan. To'g'ri? Aytgan. Xo'p, sahobalar endi ikkiga bo'lingan. Nima degan? Bu nima degani? Ya'ni bu namoz qazo qilib bo'lsa ham borib o'sha joyda o'qi deganimi? Yoki tezroq yetib borib o'qi degani? Ya'ni namoz vaqti chiqib ketishdan qo'rqsang, o'qib qaytib bo'lsa ham. Ba'zi sahobalar buni shoshil deb tushungan, ba'zi sahobalar to'g'ridan-to'g'ri tushungan. Ya'ni bu yerda nima? Bu yerda yana mazhab boshlanyapti. Mazhab nima degani? Ya'ni ikki bo'linishlik, har xil turli xil yo'llarga bo'linishlik boshlanyapti. Nimaga? Chunki Rasululloh qayta namoz o'qishligi, lekin ikki xil ma'noga dalolat qiladi aytgan gapi. Tushunarli? Ikki xil ma'noga dalolat qiladi. Yoki misol uchun bay bobi men gaplashganmiz. Misol uchun mana deylik. Men Otabek aka misol telefoningizni menga sotasizmi desam? Sotasiz telefoningiz? Telefoningizni sotib oldim deylik. Qachon bay bo'ladi? Qachon bay tushadi? Qachonki biz ajralsak, to'g'rimi? Abu Hanifa aytganki, ma'no o'zgarsa bo'ldi. Ya'ni suhbatimiz, ya'ni oldim sotdi bo'ldi. Suhbatimiz o'zgardi. Boshqa mavzu haqida o'tib ketdik. Endi bunda bay tushdi deydi. Ammo boshqa ulamolar aytdiki, yo'q, biz jismoniy ajralish kerak degan. Tushunarli? Ya'ni bunda ham javob bor Qur'on va sunnatda, lekin turli xil ma'noga dalolat qiladi. Uchinchisi Qur'on va sunnatda bir necha javob kelgan. Baba. Qur'on va sunnatda ba'zi masalalar bor. Rasululloh har xil o'rinda har xil amallar qilgan yoki har xil narsaga buyurgan. Rofliyadagi masalasi ham xuddi shu. Ba'zan Rasululloh alayhisalom rukudan keyin qilgan, sahobalar ko'rishgan buni. Ba'zan qilmagan. Biz aytamizki, Abdulloh ibn Mas'ud Rasulullohning oxirgi namozini ko'rgan, shunga binoan oxirgi Rasululloh Rofliyadan qilmasdan o'qigan degan deymiz. Va Kufaga kelgan sahobalar ham Rofliyadan qilishmagan. Shuning uchun Madinada Imom Malikning mazhabida Rofliyadan qilish yo'q. Rukudan keyin. Madinada bilsak 10 mingta sahoba yashagan. Rasululloh alayhisalom vafot etgandan keyin Madinada 10 mingta sahoba bo'lgan va ulardan ilm o'rgangan Imom Malik, ulardan keyin Imom Malik mazhabida Rofliyadan qilish yo'q. Kufa bilsanglar, Kufa poytaxt bo'lgan. Ali roziyallohu anhu davrida ixtiloflar ko'paygandan keyin Ali roziyallohu anhu poytaxtni Kufaga ko'chirgan va mingta sahobalar u yerda yashagan. Va ularning ilmini o'rgangan Abu Hanifa mazhabida ham Rofliyadan qilish yo'q. Tushunarli? Ya'ni biz aytamizki, Rofliyadan qilgan Rasululloh alayhisalom, lekin umrining oxirida qilmagan deymiz biz. Ya'ni bunda mazhab nima qachon paydo bo'lyapti? Rofliyadan masalasi Qur'on va sunnatda bor, lekin bir necha xilda kelgan, har xil rivoyatda kelgan. O'shanda bizga mazhab kerak bo'ladi, tushunarli? Aroq ichma, xo'p, mazhab kerak emas. Zino qilma, kerak emas. O'g'rilik qilma, qimor o'ynama, bunga xo'p kerak emas. Ammo masala Qur'on va sunnatda yo'q bo'lsa, Qur'on va sunnatda bor bir necha ma'nolarga dalolat qilsa, yoki bo'lsa bir necha rivoyatlar kelgan o'sha mavzu haqida bo'lsa, o'shani tabiiy siz yo uni yo buni tanlashingiz kerak bo'ladi, tushunasizmi? O'sha uni yo buni tanlab turib, qoidalar ishlab chiqishgan ulamolar, o'sha qoidalarni o'rgangan, usul fiqh qoidalarini o'rganib, hayotda tatbiq qilganlar faqihlar deyiladi. Tushunarli? Xo'p, yana misol keltiramiz. Yozyapti. Qaranglar.
qaranglar, savol tug'iladi sizlarga. Biz Alloh Qur'onga va sunnatga ergashishimiz shart, to'g'ri? Ya'ni itoat qilishimiz kerak. Endi sizlarga savol tug'iladi, qaranglar. Sizlarga hadis beraman. Birinchi hadis. Rasululloh alayhisalom aytganki, nimaga odamlar jamoat namoziga chiqmayapti? Qaniyda men azon chaqirtirsam va o'rnimga boshqa odam qo'yib turib, jamoat namoziga chiqmayotganlarni borib uyini yoqib yuborsam degan. Shularga jamoat namoziga chiqmasligi, shu uyini yoqib yuborsam tahdid qilyapti. Yana bitta hadis bor, ikkinchi hadis bor. Rasululloh alayhisalom aytganki, masjidni qo'shnisi bo'lgan odamni namozi masjidda degan. Shularga, ya'ni kim masjid yonida yashasa, uni namozi masjidda bo'lishi kerak degan. Ya'ni uni namozi masjidda bo'lishi kerak degan. Bundan biz nima tushunamiz? Bundan biz nima tushunamiz? Birinchi o'qigan odamlar nima tushundinglar hozir bu hadis o'qigandan keyin? Masjidda namoz o'qishlik farz ekanini tushundinglar, to'g'rimi? Tabiiy shuni tushunamizda. Ya'ni agar biz shu hadisni o'zini oladigan bo'lsak, nimadan olayda bo'ladi? Rasululloh aytayaptiki, "Ey, sen masjidga chiqmasang, namoz o'qigan masjidga chiqmasang, uyini yoqib qo'yaman" deyapti. Bu degani chiqish shart ekanini tushunamiz, to'g'rimi? Ya'ni biz hadisni o'zini oladigan bo'lsak, shartga o'xshaydi. Endi qarang. Nimaga Hanafiy mazhabida sunnat muakkada? Nimaga farz emas? Savol sizlarga. Rasululloh uyini yoqib qo'ysan deyapti, to'g'rimi? Masjidda yonaysan, masjidda o'qimasang namozga o'tmaydi deyapti. Nimaga? Endi biz buni qanaqa tushunamiz? Nimaga biz Hanafiy mazhabi Abu Hanifga o'tirib turib, qo'y farz emas sunnatni qilay deganman. Nimaga? Sunnat, ya'ni qanaqa sunnat bo'lib qolgan? To'g'ri? Xo'p. Qaranglar. Masjidda sunnat muakkada bo'lishligi juda ham ajoyib. Nimaga? Chunki sahobalar har doim ham, ya'ni agar masjidda faqat o'qishlik farz bo'lganda, unda masjid yo'q joyga bora olmay qolardingiz. Chunki masjid yo'q joyga borsangiz, unda namoz o'qib o'tmay qoladi, ya'ni unda namoz o'qib olmay qolasiz. To'g'ri? Endi qaranglar. O'ta kuchli fahm bor, hozir yaxshilab bo'linglar, juda ham o'ta buyuk gap ekan. Hadis bor bilsanglar, shunga oid. Jamoat bilan o'qilgan namoz, jamoatsiz o'qilgan namozni nima? Necha barobar? 25 yoki 27 barobar degan, to'g'rimi? Rasululloh aytibki, jamoat bilan o'qilgan namoz 27 barobarga teng deyapti, to'g'rimi? Ha? Bu hadisga yaxshilab qarasak, aytayapki, jamoat bilan o'qilgan, jamoatsiz o'qilgan 27 barobar teng deyapti, to'g'rimi? Bu degan jamoatsiz o'qisa ham bo'ladi degani, to'g'rimi? Ya'ni shu hadisni o'zida faqihlar aytayaptiki, demak jamoat bilan o'qisa 27 barobar bo'ladimi? Demak jamoatsiz o'qisa ham demak bo'lar ekan. Ya'ni bu demak bu narsa shariatda bor ekan. Sizga kimdir aytsa, jumani jamoat bilan o'qisang, o'sha hadis bor, jumani jamoat bilan o'qisang, senga shuncha falon savob bo'ladi, jamoatsiz o'qisang faloncha bo'ladi degan hadis bormi? Yo'q, nimaga? Chunki jamoatsiz hech qachon qilmaydi. Tushunarli? Juma faqat jamoat bilan o'qiladi. Ammo oddiy namozlar bo'lsa, nima? 27 barobar jamoat bilan o'qi degani, bu degani o'zing o'qisang ham o'tadi, namozing faqat 27 barobar, 1 barobar bo'ladi degani. O'shandan keyin Abu Hanifa chiqqanda, "Yo'q, sunnat muakkada, tushundik, biz ham bilamiz buni" degan. Rasululloh seni yaxshi amal qil, to'liqroq savob ol deb intil ber, ihson ma'nosida aytgan. Ya'ni ko'proq amal qil degan. Tushunarli? Ya'ni uyingda o'tirma, savobni to'liq mukammal ol, jannatga martaba balandroq qil degan. Tushunarli? Ya'ni misol uchun mana satr avratni hamma uzun yaxshiroq kiyishga xohlaydi, ammo eng ozi kinlikdan tizzagacha bo'lishi kerak. Ha? Xuddi shu, ya'ni namoz xuddi shuni o'qi. Ya'ni bitta o'zingiz o'qisangiz ham bo'ladi, lekin jamoat bilan o'qisangiz iloji boricha ko'proq savob olgan bo'lasiz. Tushunarli? Yana bitta masala. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilganki, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi" degan. Ey iymon keltirganlar, qachonki namozga tursangiz, qumtum ila solati faghsilu wujuhakum, yuzingizni yuving degan. Va aydiyakum, qo'llaringizni ilal marafiqi, tirsaklaringizga degan, to'g'rimi? Demak, men qo'limni tirsakimgacha yuvishim kerak ekan. Nima deyapti? Hadis oyatda ila deyapti, to'g'rimi? Gacha kelyapti. Savol tug'iladi. Tirsakimgacha deyapti, to'g'rimi? Tirsakim ham kiradimi yoki kirmaydimi?
Qayerdan bildik? Tirsak ham kiradimi? Ila deya Alloh taolo aytadi, ila deya, to'g'rimi? Misol uchun, men aytsam, jumaga dam deyapman. To'g'rimi? Juma ham dammi yo payshanba kuni dam, jumada ishmi? Jumagacha dam desam, bu balkim payshanba kunining oxirida yo juma kunidan ishdir. Nima degani bu? Jumagacha dam degani nima degani? Jumaga ish chiqasan chiqmaysan. Hamma o'zini fahmi bo'yicha tushunadi. Kimdir payshanbadan. Ha, ana. Hamma o'zini fahmi bilan tushunadi, to'g'rimi? Demak, odamlar shariatni tashlab bersak, to'g'ri, o'zing tushunib ol Qur'on va sunnat desak, o'zing tashlab bersak, to'xta, tirsak shart mas'ul deb yuboradi, to'g'ri? To'g'ri? O'ziga qo'yib bersak. Demak, tirsak yuvamiz, yuvmaymizmi? Yuvamiz, to'g'rimi? Nimaga? Bunga anaqa dalil nima? Va ma arsalnak illa rahmatil lil alamin. Rasululloh tirsagini yuvgan. Tushunali? Hadisga qaraymiz-ki, Qur'onni o'ziga qaramaymiz, Qur'onda sharhi bor. To'g'rimi? Shu Qur'onda kelgan katta dalil. Rasululloh tirsagini yuvgan. Biz aytamizki, ha, ila deyapti, to'g'rimi? Demak degani bu nima degani? Bu juma kuni ham ishlaysan degan. Tushunali? Davay, yotma, tur, ishga chiq degan. Juma kuni ham ishlaysan degan. Demak, ila degan gashlar degan kiradi bu ham, to'g'rimi? Endi qaranglar. Alloh taolo Qur'on karimda aytganki, Baqara surasida, adashmasam 82-oyatda aytganki, siz bilan va atimmus siyamu ila al-layl degan. Yana Alloh taolo ila deyapti, to'g'rimi? Ro'zani kechgacha tugatib qo'yinglar deyapti, to'g'rimi? Kechgacha ro'za tutinglar deyapti, to'g'rimi? Ila deyapti. Biz ilada gacha dedik va tirsakni oldik, to'g'rimi? Biz ro'zani endi kechqurun tutishimiz kerakmi? Ila kelyapti bu yerda. Xo'p, biz nimaga bu yerda ilada tirsakda qo'shdik, bu yerda ilada nimaga kechqurun qo'shmayapmiz? Tushunali? Ya'ni bu yerda qo'shdik oldik, to'g'rimi? Unda kechqurungacha deyapti Alloh taolo. Yo'q, kechqurundan ro'za tuting, nimaga ila deyapti Alloh taolo. Bu yerda biz oldik-ku ilani. Nimaga bu yerda olmayapmiz? Tushunali? Ya'ni shunaqa ixtilofli mavzular bor deyapman. O'shanga faqihlar nima degan? Ila ikkalasi ma'noga ham dalolat qiladi. Ikkalasiga ham, ya'ni kirish ham, kirmash ham. Ya'ni jumagacha dam desam, juma kuni ish bo'lishi hamki, ish bo'lmashi hamki, so'rab olishingiz kerak. Juma kuni ishlaymizmi deyishingiz kerak. Shunga biz nima deymiz? Rasululloh alayhisalomni sunnati shunda bizga kerak bo'ladi. Rasululloh alayhisalom quyosh botgandan keyin og'zini ochgan. Biz ham ochamiz. Ya'ni bunda biz ila kiradi, bunda kirmaydi. Dalil Rasululloh alayhisalom. Tushunali? Bunaqa masala juda ham ko'p. Misol uchun mana Alloh taolo aytgan, A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum deyapti. Yuzingizni yuvinglar degan, to'g'rimi? Yuzimni hop, yuzimni yuvdim, o'tadim. Qanaqa yuvishim kerak yuzim? Qayerdan qayergacha yuz? Qaysi a'zolar yuzish? Quloq yuziga kiradimi? Tepagacha. Aha. Sochni yuvishim kerakmi yuz deganda? Kal bo'lsa deylik. Qayergacha yuvishim kerak? Aslida soch qayerdan chiqmoqchisiz? Hop, past jahmgacha yuvishim kerak? Qayergacha? Jahm pastigacha Tomoq boshlangan joyiga, to'g'rimi? Buni biz qayerdan bilamiz? Rasulullohdan bilamiz, to'g'ri. Lekin Rasulullohda, ya'ni yuzingizni yuving deganda ko'rsatishgan, faqihlar vajh deganda arab tilida olishgan. Vajhda yuz nima deganda aytishadiki, arab tili ulamalari odam ko'rganda yuziga tashlangan narsalar yuziga kiradi. Quloq kirmaydi. Soch boshlangan joydan boshlab jag'i iyagining tagigacha kichik bo'lsa, ikkita quloq o'rtasida ekan. Arab tilida yuz degani shuni anglatadi. Va shunga aytiladiki, fasilu wujuhum deganda shu yuzi shu butunlay yuviladi degan. Tushunali? Ya'ni Qur'on va sunnat kerak, to'g'rimi? Demak, arab tilini bilish kerak ekan. Ya'ni arab tilini bilmasangiz siz bu hukm qila olmaysiz. Boshqa masala, vlashniy salfetka bor, to'g'rimi? O'sha vlashniy salfetka olib turib, artsam, deylik, yuzimni artsam, yuvganga o'tadimi, o'tmaydimi? Vlashniy salfetka ham bilaman, nam salfetka bor, nam salfetka. Oldim men nam salfetkani. Qo'limni tirsagagacha artdim, yuzimni artdim. Boshimga mahs tortdim deylik, oyog'imni nam salfetkada artdim. Tahoratim o'tadimi? Ham yo'qmi? Kim topadi? Ha? Yo'q. Xo'p, suv yo'q deylik. Yo, suv bor, uzoqda deylik, erinyapman borishga. Qur'onda nima degan, sunnatda nima degan? Bormi? U payt vasafati bo'lmagan, to'g'rimi? U davrda. Ha, xuddi shu keldik. Yana mana nima degan? Alloh taolo Qur'on Karimda nima deyapti? Faghsilu degan, to'g'rimi? G'usl, ya'ni g'usl. Ya'ni mujtahidlar arab tiliga yuzlanishadi. G'usl nima degani o'zi arab tilida? Nimani anglatadi? O'shanda aytishadiki, suv tomchilaganiga aytiladi bu narsa. Suv tomchilamasa faghsiluga kirmaydi-da bu narsa.
O'shanga aytiladiki, nam salfetkada odam yuzni artsa, tahorat o'tmaydi ekan. Ya'ni arab tili ham kerak bo'ladi. Ya'ni Qur'on va sunnat kerak, ha, arab tili ham bilish kerak, Rasulullohning amallarini bilishimiz kerak, sahobalarning hayot kerak bizga. Sahobalardan keyin ularni ko'rgan tobiin va tabi'at tobiinlar barchani ilmi kerak bizga. Tushunarli? O'shanga ya'ni mazhab nima kerak? Ya'ni Qur'on sunnatda bor. Qur'on sunnatda bormi? Zino harom, aroq harom, uni biz bilamiz birodar. Unda hamma itoat qiladi, tushunarli? Unda yo'q bo'lsa, Qur'onda yo'q deylik, Qur'on bir necha baronlar bor, bir necha narsa da'vat qilib, o'shandan keyin to'planib katta bo'lib ketib, mazhab bo'lib ketgan, tushunarli? Mazhab nima degani? Barcha Qur'on va sunnatga kelgan barcha narsni, barcha ma'lumotlarni bitta joyga to'plab, o'rganib, ko'p ulamolar o'rganib, qoidalar ishlab chiqarib, bir-biriga zid kelgan ixtilofli hadislarni bitta joyga jamlab, sahobalar, tobiinlar, ularda keyingi kelganlar qanaqa amal qilishgan, undan keyingilar kimlarga gapirgan, hammasini bitta joyga gapirib, oxirgi gapni sizga yetkazib beradi, shu xolos. Shu mazhab deyiladi xolos. Tushunarli? Bo'lmasa mana oddiy bitta namozda bitta g'usldagi tahorat o'zi ketadi, ya'ni odam tushunmay qoladi nima deyotganiga. Ila turibdi, ikki joyda bitta solyapsiz, keyin solmayapsiz. Tushunarli? Ya'ni misol uchun namoz gapirishga, jamoat namozini uyni yo'q qo'raman degan. Rostda bitta salafiy, men o'zim eshitganman, jamoat namozi farz degan. Shu hadislar yiqib turib. Chunki bu hadis unaqa hukm olish qiyin-da, rostdan ham. Bitta hadisni o'qiganda aytgan, "Yo, bu farz" degan, jamoat namozi chiqish degan. Biz aytamiz, "Yo, sunnat bakat" deymiz. Nimaga? Chunki bitta o'zi o'qisa ham o'tadi-yu namoz. Bu juma emas, jumada to bitta o'zi o'qisa o'tmaydi, juma. Peshinni o'qiladi. To'g'rimi? Juma namozi hech qachon yolg'iz o'qilmaydi. Jamoat bo'lishi kerak. Ya'ni shunaqa qiyin demoqchiman. Mazhab shunaqa katta narsa. Yana inshaalloh mavzular bor. Misol uchun bitta narsa. Alloh taolo Qur'on karimda aytganki, "Aula mastamun nisa" degan, ya'ni ayollaringizni ushlaganingizda tahorat olinglar degan, ayollaringizni ushlasangiz ham degan. Tushunarli? Ya'ni ayollarni ushlasangiz degani ikki xil ma'no tushuniladi. Rostdan ushlasangiz tahoratingiz yetadi, yoki bo'lmasam ushlashingiz degani bu jinsiy aloqa qilishlik nazarda tutiladi. Tushunarli? Imom Abu Hanifa aytganki, yo'q, bu ayollaringizni ushlasangiz bilan Alloh taolo jinsiy aloqa nazarda tutgan, jinsni aloqa qilsa odam g'usl olishi kerak degan. Imom Shofiy aytganki, yo'q, ushlasang ham tahoratiga yetadi degan. Biz aytamizki, Oysha onamiz rivoyat qilgan hadis bor. Rasululloh bizlarni deylik, ayollarni ushlab, tahorat olmasdan masjidga chiqardi degan. Keyin Abu Hanifa aytganki, yo'q, ushlash deganda majoziy ma'noda aytilgan degan. Tushunarli? Majoziy ma'noda aytilgan ushlash deganda. Avlamastumun nisa deganda ayollaringizni ushlasangiz, massa degani tegmoq degan. Ayollaringizni tegsangiz tahoratingiz ketadi deganda, yo'q, majoziy ma'noga aytilyapti degan deyiladi. Tushunarli? Shu narsani aytmoqchi edik. Shu narsani aytmoqchi edim, birodarlar, hammamizga. Keyin oxirgi mavzu. O'chirsa bo'ladi buni? O'chirsa bo'ladi. Qaranglar inson. Bilamizki, Hanafiy mazhabi haq. Ahli sunnadan biz uni inkor qilmaymiz, to'g'ri. Hanbali mazhabi ham haq. Shofiy mazhabi ham haq va Maliki mazhabi ham haq. Hammasi haq. Biz ularni tan olamiz. Barchasi to'g'ri. Inson to'g'riladi. Xohlagan mazhabimizdan xohlagan hukm olib ketaveramizmi? Shu qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi? Joizmi, joiz emasmi? Nimaga joiz emas? To'rtta yo'l bo'lsa, bittasidan ketishimiz kerak. Hozir nimaga bittasidan ketishimiz kerak? To'g'rilasang haq ekan u. Misol uchun mana Samsung olsangiz bo'ladi, to'g'rimi? iPhone olsangiz bo'ladi, deylik Xiaomi olsangiz bo'ladi, boshqa telefon olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni olasiz, xohlasangiz buni olasiz. Xohlasangiz ikkalasini olasiz, xohlasangiz bittasini ikkinchisini olasiz. Hammasi ham to'g'ri-ku. Yo'limizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin, chunki hammada mazhablar har xil sharoitlardan kelib chiqib, masalan, qasr maqsadda dengizga yaqin joylarda dengiz mahsulotlarini yeyish mumkin. Aqlsiz joylarda dengiz bo'lmagani uchun, uni topib olishda o'zi muammo bo'lgani uchun bizga yeyish makruh. Masalan, yo'ldan mumkin. Yo'q, qarang. Nima deydi? Oqlanmagan. Qarang. Dengizda uzoq bo'lgani uchun emas, ijtihod unisiga kirmagan demoqchiman. Dengizda uzoq bo'lgani uchun bizga makruh emas. Boshqa anaqa bor, boshqa illat bor. Gap dengizda emas demoqchiman. Yoki ularga dengiz yaqin bo'lgancha bo'pti, ruxsat bera olay demagan. Yo'q, men dengiz yaqin bo'lgani majbur emas, masalan, o'sha tog'am bo'lmaganda deb o'ylagan. Dengiz yaqin bo'lgani uchun. Ijtihod deyapsiz.
Ha, usuldagi boshqa narsa tayinladi. Joylarda masalan boshqacharoq deb o'ylar ekanman. Men o'ylashim. Issiq joylarda boshqacharoq to'g'ri, chunki sovuq joylarda biz singari issiq joydagi to'g'ri olish mumkin bo'lgani uchun sovuqroq joyda mazhab shunaqa narsa deb o'ylayman. Aytmoqchimanki, shu O'zbekistonda shunaqa bo'ladi. Misol uchun aytadiki, hamma mazhab haq, qolgan olib ketaveraman, to'g'rimi? Xohlasa peshni bilan o'qiyman, xohlasam asr bilan o'qiyman, xohlasam Hanafiy, xohlasam Shofiy deydi. O'zbekistonda ulamolar ularga qarshi chiqib aytganki, yo'q, talfiq degan narsa bor. Talfiq degani nafsga ergashib qolishlik. Shuni hozir tushunamiz nimaligini. Mazhab gaplashdik. Mazhab nima? Mazhab barcha hukmlarni tizimlashtirib bitta usulga qo'yib beradi. O'sha usul bo'yicha siz keyinchalik kalla ishlatib hukm chiqara olasiz. Kelishiga ila haqida misol uchun gaplashiga barcha narsalarni o'rganib chiqadi. Hukm ya'ni bitta tizim o'ylab ishlab chiqaradi, usul ishlab chiqaradi va o'sha usulga muvofiq ketaveradi. Keyin topsiz bilaman. Misol keltiraman, qarang. 2 4 6 8 keyingi raqamni aytchi. Qaytamiz. Ha? 2 va 2 ta qo'shilib ketyapti. Bu yerda usul nima bo'lyapti? 2 qo'shilib ketyapti. Plus 2 bo'lyapti, to'g'rimi? Keyingi raqamni aytchi ekan, 10 mikan? Ha, bu Hanafiy mazhab. Keyingisi nechi? Keyingi raqamni aytchi. 25. Qayerdan bildingiz 25 ligini? Qay bu 25 ligini sizga kim aytdi? Nafsingizdan kechib aytdingizmi? Nima aytdi sizga? Qayerdan bildingiz? Bu hukmlarni siz o'rganib chiqdingiz, to'g'rimi? Ular nima bog'layapti qaradingizda, keyingi hukm aytdingiz, to'g'rimi? Bu o'sha usul deyiladi. Tushunarli? Usul deyiladi bu narsa. Ya'ni siz bu yerda nafsingizdan kelib chiqmadingiz. Siz aytdingizki, 5 ga qaraysiz, 10 ga qaraysiz, nima bularni bog'lab turibdi deysiz. Nima ularda umumlashtirgan nima narsa bor deysiz, to'g'rimi? Shunga kalla ishlatdingizki, buni chiqardingiz. Keyingi raqamni aytchi. Qayerdan bildingiz? Men aytdim sizga, Amurtibon aytdim. Kim boshqacha deb o'ylaydi? Hamma bir xil fikrda, to'g'rimi? Nimaga? Yo'q, kvadrat emas bu. Ko'paytiriladi. Ha. Ko'paytiruv to'g'ri bo'lyapti, to'g'rimi? 200 necha bo'ldi? Qani, bu Shofiy mazhab bo'ldi. Bu Maliki mazhab bo'ldi. Maliki mazhabning usuli ko'paytiruv 6. Shofiy mazhabning usuli plus 5. Hanafiy mazhabning usuli plus 2. Bunisi necha? Necha? Keyingi raqam necha? 81. Qayerdan bildingiz? Qayerdan bildingiz? Kimni boshqacha fikrda o'ylaydimi? Kim boshqacha fikrda? 81 bo'lmas deb kimni aytadi? To'g'ri salom haq, to'g'rimi? Xo'p, 2 Hanafiydan 2 ni oldim. Malikiydan 64 oldim. Hanafiydan 8 oldim. Hanbaliydan 81 oldim. Keyingi raqam nechi? Keyingi raqam nechi? Endi hammalar har bir chiqadi. Aytaymi? Qaysi raqam bo'lsa men sizga topib beraman. Nima xohlaysiz? Tushundingizmi? Mana, to'g'ri bo'lsa bu to'g'ri kelgan raqam. Nima bo'lsa, ya'ni nima qilib berish kerak? Paypaxo'rlar sotib berish kerakmi? Bo'l, to'g'ri. Taloq 3 taloqqa bo'laveradi. Tushunasizmi? Endi paypax mastarsa ham bo'laveradi, tahoratsiz o'qisa ham bo'ladi. Hamma bo'lsa, nima hamma haqmi? Bos o'rgansin. Tushundingmi? Usul degan shu, usul degan nima degani? Barcha hukmlarni birlashtirib bitta narsa bor. Siz ana o'sha hukm bo'yicha ketashyapsiz. Siz hech qachon 10 da 12 deya olmaysiz. Sizga yo'lingizga aytadi, kallang joydan 10 bo'ladi deydi, to'g'rimi? Chunki usul bor bu yerda. Qoidalar bor. Tushunarli? Qoidalar bor uchun siz hech qachon 10 dan chiqib ketmaysiz tashqariga. Hammasida qoidalar bor uchun 10 dan chiqib ketolmaysiz. Agar siz chalkashtirgan bo'lsangiz, keyingi raqam xohlagan raqamingiz. Nima xohlaymiz, birodar? 3 taloqqa fatvo kerakmi, paypaxon sochga fatvo kerakmi? Topib beraveramiz sizga. Tushunarli? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oson shu matematik bilan tushuntiradigan bo'lsak, usul degani o'sha hamma hadislarni, oyatlarni jamlab beradi-da. Misol Imom Abu Hanifa oladigan bo'lsak, Abu Hanifa nima degan? O'sha gaplashiga avliya mas'ulisa ayollarga teg deganda majoziy ma'noni olgan. Va bayda ham aytdik. Bayda ham ajrashishga odamlar bay qilayotganida ajrashsa bo'ldi degan. Bay bo'ladi degan. Boshqa ulamolar Abu Hanifa aytganki, "Yo'q, majoziy ajrashsa bo'ldi", ya'ni mavzu o'zgarsa bo'ldi degan. Tushunarli? Xuddi shu kabi ketaveradi. Endi majoziyni olgan, endi doim keyingi hukmlarda ham xuddi o'shunaqa bo'lib ketadi demoqchiman. U yoqqa bu yoqqa sakrash yo'qda. Tushunarli? Xuddi shu usul deyiladi, o'sha usulga binoan ketaverasiz demoqchiman. Agar hammasini aralashtirgan bo'lsak, keyin chiqmay qoladi. Bu endi xohlaganicha qilasiz. Tushunarli? Ha? O'zimiz xohlagan raqam bo'lib. Ha, topolasiz, yo'qmi? Qidirib topdi, bu yerni qidirasiz, nari qo'yib turibdi, ayirib turib, shu xat kelib, mana shunaqa qilganingiz. Topaverasiz xohlaganini. Chunki usul bo'lmaydi unda, nafs bo'ladi unda. O'shanga aytamizki, usul bo'lmasa demoqchiman,
usul bo'lmasa shunaqa odam xohlaganda qilaveradigan bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim bolalar hammaga. Ishib ketgan so'radim. Savollar yo'q, men masxab qo'ygan edim. Nima masala eshitgansizlar Koreyada misol uchun nima g'alati tuyulgansizlarga yoki misol uchun savollar bo'lsa bemalol. Keyin bugun soat 9da. Bugun soat 9da YouTube'ga video qo'yganmiz. Shu mavzuga oid ko'rsanglar, boshqa kengroq mavzu ham olasizlar. Bo'lsa, biz qanaqadir bizda hamma narsa bir xil deyishadi. Biz deydi nimadir motor deymiz, shunaqa shunisida asli aytadi, Imom Buxoriyni aytadi, Sanafiy bo'lgan, qaysi mazhabga ergashgan edi. Tutdiligga ham ergashmagan-ku deb aynatib qolish uchun men javob beraman. Bahs qoladi. Imom Buxoriy haqida ixtilofli mavzu, lekin Imom Buxoriy mushtahid mutlaq bo'lgan deyshadi, lekin boshqa yonidagi Imom Muslim va boshqa anaqalar muhaddislar Shofiy bo'lgan deyshadi. Misol uchun Yahyo ibn Ma'in Hanafiy bo'lgan deyshadi. Yahyo ibn Ma'in u ham o'ta kuchli anaqa bo'lgan, muhaddis bo'lgan. Asosan muhaddislar anaqa bo'lgan. Hanafiy Shofiy mazhabida bo'lgan yoki mazhab ushlashgan ular ham. Imom Buxoriy endi o'ta ilmli bo'lgan va o'zlarining mazhabi bo'lgan deyshadi. Ya'ni o'zlarining usuli shunaqa usul bo'lib turib, o'zlari ishlot qila oladigan deyishgan. Ba'zi ulamolar shunaqa deyshadi. Mana shunaqa deb eshitdim, masalan, shunaqa ilmi bor insonlar, masalan, ularda shunaqa nafsiga ergashmaydi. Ular xuddi shunaqa hamma Qur'on hadis hammasini o'rganib chiqadi-da, ularni bog'lab turadigan nuqtani topadi-da, o'sha nuqtaga qarab ketaveradi. Nafsi unaqa tanlab olmaydi-da o'ziga. Tushunarli? Shuni aytmoqchi edim. Alloh subhanakallohu va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi wa sallam Muhammad va alayhi va sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah va sallallahu alayhi va sallam. Allohim ishkamligini jamoa qilishni o'zimizlarga oson qiling. Gunohlarimizni Allohim o'zing afv etgin. Kitob baxtiga vasoti Allohim o'zingizdan yetkazgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Dunyoda bizlarni birga qilganing kabi oxiratda ham birga qilgin. Barchalarimizni mazhab ushlaydiganlardan qilgin. Mazhabni mohiyatini yaxshi anglovchilardan qilgin. Allohim o'zingning diningdan adashib qolishdan Allohim o'zingizdan saqlagin. O'zingdan uzoqlashib ketib qolishlikdan Allohim o'zingizdan saqlagin. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi va xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum.